Bir kishi zamonamizda bo'lgan ishlardan katta bir kompyuter kompaniyasiga shu ish joyi borligi haqida bir e'lon bo'ldi, kirmoqchi bo'ldi. Farroshlikka. Boshqa ish qo'lidan kelmaydi, faqat farroshlik. U bilan suhbatlashib, uni ishga oladigan kotib buni chaqirdi, o'tirib suhbat qildi, savollarga javob berdi. Haligi kotib aytdi, "Mayli, biz siz bilan bog'lanamiz, qabul qilingan, qilinmaganiningizni xabarni beramiz, e-mailingizni bering bizga" dedi. E-mail pochta. Endi men kattalarga aytayapman, e-mailingizni bering dedi. Haligi odam aytdi, "Meni e-mailim yo'q" dedi. Shu zamonda, shu asrda yashab turib, e-mailingiz yo'qmi sizda dedi. G'arb endi bu. "Ha, yo'q" dedi. "Bo'ldi, qabul qilinmadingiz, chunki asringizdan orqada qolib ketibsiz" dedi. Farroshlikka ham yaramadi. Endi qo'lni tushirib o'tirish kerak-da. "Bo'ldi endi men bu yana shu ekan men. Farroshlikka ham yaramayman ekan." Yo'q, u himmati bor odam edi. O'ylandi, bozorga borib turib bir korobka pomidorni $10 sotib oldi. Maydalab ko'tarib yurib sotdi. U yoqqa yugurdi, bu yoqqa yugurdi, $12 qo'lida pul bo'ldi kechki payt. Xursand. Shu $2 ga ishlaymanmi endi? Deb turib bo'ladi-yu. Bolalarimizni ishtahosi bo'ladi, himmat emas. Sen ishlab turaver kuniga 200 so'mdan. Alloh u yo'g'iga bir yo'l ko'rsatar desa, "Ya" dedi. To'g'rimi? U sirazim kuniga $100 dan ishlash topish kerak yo'q. Mana Rossiyaga jo'natib pul jo'natib o'rasizlar-ku bolalaringlarda. O'sha yoqqa borib ularni olib ishlatayotgan, haligi robotodatellar bilan gaplashinglar-da. Na tilni biladi, na hunari bor, na cho'ntagida puli yo'q. Buradan ke pul jo'nat. Oqsoqol, amma hunar bilan jo'natuvdingizmi? Yo'q. Til bilanmidi? Yo'q, puli. Mana qilib turing. Eshitdilar ikkinchi tomonda. Bu odam qo'lini tushirmadi. Shu $2 ga qanotlandi-da, ertasi kuni borib 2 korobka sotib oldi. Yugurdi, sotdi. 2 korobkadan yaxshiroq foyda qoldi. Haligi ishni qilib uddasidan o'tgandan keyin himmati yana ko'tarildi. Xullas shu ish bilan rostmona shug'ullandi. Bir muddat o'tgandan keyin shu shahardagi yaxshigina meva-cheva tarqatadigan odamlarning bittasiga aylandi. Shirkat ochdi, firma ochdi. Qo'lida pul bor, qo'lida odamlar ishlaydi, endi o'ziga yetarli bo'lib qoldi. Qo'lini tushirib olmadi muhimi. Keyin o'ziga o'xshab shu bir firmasi bor odam bilan gaplashib o'tirdi-da, gap tugagandan keyin haligi odam turib ketayotib, e-mailingizni berib qo'ying menga dedi. Ya'ni bitta firmani boshlig'i e-maili bo'lish kerak. Pochta bo'lish kerak, elektron pochtasi. Dedi haligi odam, "Meni e-mailim yo'q" dedi. E-mailingiz bo'lmay turib bitta firmani yurgizyapsizmi? E-mailingiz bo'lganda nima bo'lardi dedi. Unda farroshlik qilayotgan bo'lardim dedi. Ha, kimdir bir ishga yaramasligi mumkin. Ha, masalan, mana hunarga kirishni eplolmadi, ammo boshqa ishlarda uni bir imkoniyati, iqtidori bor bo'lishi mumkin. Inson qo'lini tushirmasligi kerak. Oliy himmat bo'lish kerak. Oldiga maqsadda kattasini qo'yish kerak, yoshlar. Ha, endi bizga yo'l olsin. To'g'rida, qaranglar-da. Maktabda nari berib tukayotgan bolalar bor. O'qituvchilarni yo'lov bilan maktabni bitirib, attestat olib chiqib ketgan. O'shalarning ko'pchiligini qarasangiz, bozorda, hunar, tijoratda ishi zo'r bo'lgan. Agar kerak bo'lsa, shu boyaga ancha-muncha a'lochi o'qiganlar uni qo'lida ishlaydigan bo'lib qoldi. Maktabda o'qishga yaramasa-la bo'ldi, odam emasda spisat qilmaylar. Siz bilmaysiz, bolangizning qanaqa iqtidori bor, qanaqa qobiliyati bor. Farzand tarbiyasi degan darsimizda bu narsani aytib o'tganmiz. Yigitlar, ustachilikda ish bo'lmadimi? Dehqonchilikka urib ko'ring o'zingizni. Bo'lmadimi, yana bir ish urib ko'ring. Qo'lingizni tushirmang. Chunki sizdan harakat Allohdan barakot. Muvaffaqiyatga erishdi, shu maktabda 2 kishi bo'lgan bola. Hunarda, tijoratida nima uchun? Qo'lini yerga tushirib olgani yo'q. Alloh taolo bergan himmatini baland qildi. Bitta-ikkita muvaffaqiyatsizlik, bitta-ikkita mag'lubiyat bilan tushkunlikka tushib ketmadi. Savdogar akalar, sizlar o'zingizlarni savdo ko'chasida sinab ko'rdinglar. Yaxshi muvaffaqiyatga erishdinglar, qo'llarda 3-4 so'm paydo bo'ldi. Shu bilan cheklanib qolib ketaverasizlarmi? Birorta bir ishlab chiqarishni boshlab olishlik. Qancha erta boshlasa, shuncha ertaroq rivojlanadi. Ha, endi bizda sharoit yo'q. Xuddi sizni yashayotgan yurtingizda shu ishni qilayotganlar bor. Tijoratni ishlab chiqarishga aylantirib olgan bir akamiz bitta bir savdogar odamga "Men ishni qilaylik" desa, oyiga qancha topamiz deyapti. Sirazi. Oyiga qancha topaman dema, ishlab chiqarish bunaqa bo'lmaydi. 1 yil ketar, 2 yil ketar ishini yurgizib olguncha. Ungacha pribilni istama. Nech pul bo'ladi oyiga deydi. To'g'rimi, savdogarlar? Shuning uchun olib kelib sotishdinglar, uddasidan o'tdik, boshqa narsadan ham o'zimiz sinab ko'raylik, ishlab chiqarish qilaylik.
Men sizlarga hozir dunyo tanigan katta kompaniyalardan 4 tasini aytib beraman. Ishini nimadan boshlagan ekan aytaymi? Joy arendovat qilgani puli yo'qligidan akasini, amakisini, dadasini garajida boshlagan ekan ishini. Men shularda tarixni o'qib o'rganib chiqdim, atay shu dars uchun. Birinchisi Apple kompaniyasi uyidagi garajda o'tirib boshlagan ekan ishini. Ko'pchiliklarda qo'lida bor iPhone. Ikkinchisi Microsoft. U ham garajda boshlagan ekan ishini. Keyingisi Google. To'rtinchi firma ana shu dunyo tanigan Harley Davidson ekan. Ana shu dunyodagi eng mashhur mototsikllar ishlab chiqaradigan kompaniyalar bormi? Garajdan boshlagan ekan ishini. Ukalar, akalar, sizlar qo'lingizda tushirmanglar, bizga no yo'q demanglar. Katta gulxon kichkina uchqundan boshlanadi. Qo'lingizda tushirmanglar. Adidas firmasi nimadan boshlagan? Bitta kosibxonadan boshlangan. Aka-uka kosiblar bo'lgan. Mercedes zavodi bilasizlarmi nimadan boshlagan? Mercedes konserni dunyodagi eng mana kuchli konsernlardan. Bitta ustaxonadan boshlagan. Ulardan qarang, bular g'ayri dinlar bular. Bular namozi yo'q, bularda taqvosi yo'q, ibodat yo'q, faqat himmati bor, harakati bor va sabri bor. Shular yetganda nimaga musulmonlar yetmasligi kerak? Bitta yutkizib qo'ysa bo'ldi, tugadi degani emas. Muvaffaqiyatga intilgan odam mag'lubiyatlarga tayyor turish kerak. Cho'qqiga chiqmoqchi bo'lgan odam qo'li shilinishi, tizzasi shilinishiga tayyor turishligi kerak. Hech narsa bo'lmaydi, hech yerda shilinmaydi qachon? Dadangizni topganni yeb o'tirgan paytingizda. Sen o'g'il bola, otang yetkizgan joyga yetsang, sen hali hech narsa qilganing yo'q. Dadang yetgan joydan o'tsang bir narsa qilgan bo'lasan.